aka, Go'rmonda joylashgan 2 xonali kvartiramizga gazli katta uстановка qilib berganmiz. Bu joyda bilasizlar, sistemalar bo'lgan. Podyezdga 4 ta kvartira uchun bitta katta uстановка qilib berishgan. O'zi общий stoyasidan uzib turib, shu domnikini отдельно katel quyib berdik. Oshxonaga 16 kilovatli duh konturli katel. Ikkinchi konturdan foydalanmaganmiz. Buni ko'p klientlar biladi, kommentariyga yozishadi. Radiatorlari, boshqa narsalar qoldi, qanaqa ishlab bo'ldi desani. Shu joyi ozgina ochdik. Bitta laminatda gaz filtrini mebeldan o'tib turib, sovuq suv, gazlarni shu joydan ulab ketganmiz. Mana shu holatda. 3-4 yil oldin ham bunaqa ishlarni qilganmiz. Xudo xohlasa, muammo, pretenziya bo'lmaydi. Kimgadir shunaqa sifatli santexnika xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar.